11-sentyabr hujumlari aslida qanday boshlangan edi? 2001-yil 11-sentyabr ertalabki soat 8:46 Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi minorasiga birinchi samolyot urildi. Keyin ikkinchisi Kim Pentagon binosiga va to'rtinchi samolyot Silviya dalasiga quladi. 2 soat ichida dunyo o'zgardi. 3000 kishi halok bo'ldi. Amerika 10 yillik urushga kirdi. Aeroport xavfsizligi, razvedka tizimlari, butun bir davlatning ichki siyosati o'sha 2 soat ichida qayta yozildi. Lekin o'sha kuni televizor oldida o'tirganlarni bir savol qiynadi. Bu odamlar kimlar va ularni bu ishga nima da'vat qildi? Keling sal oldinroqdan 1970-yillardan boshlaymiz. 1970-yillar Muhammad bin Ladenning kamga bog'liq Osama bin Laden o'zining o'rtoqlari bilan televizor tomosha qilib o'tirar ekan, televizorda isroillik harbiylar Falastin yerlarini egallab olayotgani va himoyasiz falastinlik ayollar va bolalarga kuch ishlatayotganligi efirga uzatiladi. Birodarlariga yordam berolmayotgan yosh Osama do'stlariga qarab shunday deydi: "Biz hali qasos olamiz." Yosh bin Ladenning qasosi butun dunyoni o'zgartirib yuborishi hech kimning ham xayoliga kelmagan edi. 1992-1996-yillar Sudan. Osama bu yerda ham qurilish biznesini davom ettirdi, ham Al-Qoidani kengaytirdi. Sudan hukumati unga nisbatan erkin harakat qilish imkonini berdi. 1993-yil Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazining podvaliga bomba qo'yildi. 6 kishi halok bo'ldi. Bu hujum bilan bog'liq odamlar Al-Qoida bilan aloqador edi. 1993-yil Somali. Qora qarg'a tushishi deb atalgan voqeada Amerika askarlari halok bo'ldi. Osama keyinchalik bu operatsiyada o'z odamlari qatnashganini aytdi. Amerika bosimi ostida 1996-yilda Sudan Osamani mamlakatdan chiqarib yubordi. 1996-yil Osama Afg'onistonga qaytdi. Tolibon endi mamlakatni nazorat qilayotgan edi. Ular Osamaga boshpana berdi. Aynan shu yili Osama rasman Amerika va Saudiya Arabistoniga urush e'lon qildi. Bu oddiy bayonot emas edi. Bu Al-Qoida uchun yangi bosqichning boshlanishi edi. 1999-yil oxiri Osama al-Shexi Ziyad Zaharni va Gamburgdan kelgan talabalarni o'zi bilan ko'rishish uchun chaqirdi. Ular allaqachon Gamburg universitetida o'qiy turib radikallashgan edi. Osama ularga missiyani tushuntirdi. Samolyotlar qurol sifatida ishlatiladi. Maqsad Amerika qalbini urish. 2000-yil iyunida Attava al-Shexi Floridaga keldi. Samolyot maktabiga yozildi. Reja ishga tushdi. Osama bin Laden boylik ichida tug'ilib, urush ichida kamolga yetdi. Afg'onistondagi g'alaba unga hamma narsa mumkin degan ishonchni berdi. Saudiya Arabistoni bilan razillik uning g'azabini Amerikaga qaratdi va 1999-yilga kelib u 19 yillik hayotidan chiqqan xulosaga keldi. O'sha xulosa 2001-yil 11-sentyabrda 1977 odamning hayotiga zomin bo'ldi. 2001-yil 11-sentyabr soat tongi 7:59 American Airlines 11 reysi Bostondan uchdi. Soat 8:14 da esa United Airlines'ning 175-reysi uchdi. Soat 8:20 da American Airlines'ning yana bir 77-reysi Dullisdan uchdi. Va so'nggi United Airlines'ning 93-reysi Newarkdan 8:42 da uchdi. Soat 8:46 da American Airlines'ning 11-reysi Shimoliy minoraga kelib urildi. Ko'pchilik buni tasodifiy havo hodisasi deb o'yladi. Lekin oradan 17 daqiqa o'tgach, United Airlines'ning 175-reysi Janubiy minoraga urildi. Endi hamma tushundi, bu hujum. Soat 9:37 da, oradan 34 daqiqa o'tdi. American Airlines'ning 77-reysi Amerika razvedkasining Pentagon binosiga kelib urildi. Amerika razvedkasi ilojsiz qoldi. Ular hattoki nechta samolyot egallab olinganligidan ham xabarsiz edi. Soat 10:03 daqiqa o'tdi. United Airlines'ning 93-reysi Pensilvaniyadagi dalaga qulab tushdi. Bu samolyotdagi yo'lovchilar allaqachon boshqa samolyotlar minoralarga urilganligi haqida xabar topishgan edi. Va samolyot bortidagi yo'lovchilar terrorchilarga qarshi kurashishga qaror qilishdi. Ular samolyotni qaytarib olisha olmadi, lekin maqsadga, ehtimol Oq uyga yetib borishiga yo'l qo'ymadilar. Bu hujumda 1977 odam halok bo'ldi. Shundan 1600 dan oshiq odamning shaxsi aniqlangan edi. Twin Towers binosi yaqinidan esa 10 mingdan oshiq odamning tana a'zolari bo'laklari topilgan edi. Bu voqeadan so'ng Amerika Bin Ladenga qarshi 10 yil davomida urushlar olib bordi va Bin Laden 2011-yil 2-mayda Pokistonda Amerika maxsus kuchlari tomonidan o'ldirildi. Osamaga otasining vafotidan so'ng o'sha davr bilan hisoblaganda $20 million ortiq meros qolgan edi.
U bu pullar evaziga hashamatli hayot kechirishi mumkin edi. Lekin u hashamatli hayotni tanlamadi, balki oddiy hayot va qasos olishni tanladi va qaysidir ma'noda buning uddasidan ham chiqdi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga albatta layk bosib, kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Agar Amerika Osamaga qarshi qilgan 10 yillik harakatlari sizga qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videomiz shu haqda bo'ladi.